Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema burun og'riqi. Burun og'riqi. Har qandaq mashinaning biror qismi sunsa, chirisa yoki ma'lum sabablar tufayli tushib qolsa, u mashinaning normal ishlashiga cho'qim ta'sir yetkazadi. Odam organizmimi xuddi shuningga o'xshash. Masalan, burunni alayli, u asosan havoni sumirish va chiqarish rolini o'ynaydi. Shundaqla u olimlarning ta'kidlashicha, manqi bilan billa odamning ichida yig'ilib qolgan axlatni teshig'i chiqarib tashlaydi ekan. Burun garchi asosliq a'zo hisoblanmasa-mu, lekin u zaxmlansa, butkul organizmga ta'sir ko'rsatadi. Qisqasi, Lazının açıqını tetigan bilidi degandek, kasalning dardini dard tartgan odamni yaxshi biladi. Buningdan 10 yil ilgari, hadisili tush ko'rmanda orqadinla ko'zlarim va burnimdan sharildab suv eqishga boshlaydi. Darrov doktorxonaga yuguraytdim. Doktor qarabla dori yezib beradi. Dorini temitib sal yaxshilangandek his qilatdim. Doktor dastlab uni tumu deb hukm qildi. Keyin urologga avatdi. U burnining ichidagi shilliq pardaga sovuq tegibdi deb hukm chiqarib, fiziologiyalik davolanishga yo'lladi. Elektrning yordamida burnimga qayta issiq o'tkazdi. Ammo eyiga yetmayla yana og'irdim. Doktorning yeniga qayta berishdan xijil bo'lib, mishildab yurib ishlaverdim. Keyin doktor sizga bir narsa ziyon qilayotgan bo'lsa kerak. Biz buni burun yollig'i deymiz. Buni aniqlash kerak. Yana 3-4 kun uyda davolanib keling, deb chiqarib etdi. Doktorning dorisi kor qilmayotgan yerda uyda nima bo'lsin? 3-4 qitim tush ko'rgandan keyin butkul badanimda mag'dursizlik sezildi-da, lassida yetib qoladigan bo'ldim. Uyda mayli. İş o'rnida yetib olish har qanday odamga afsiz. Doktorlar avtobusda qanday bo'lasiz? Qanday odamning yeniga borganda tush ko'rganingiz keladi? Qanday tamoqdan keyin beorom bo'lasiz deb savolga ko'mivatdi. Mening tush ko'rishim, ko'z va burnimdan suvning eqishi ularni ajablantiribdi. Chunki men yermi, tamoqmi, odammi tanlamay tush ko'raverdim. Ko'chada mangsam shu edi. Shunday qilib yurganda ochiq o'rik urug'chisidan 5-6 dona chiqib, meg'zini havonchida talqonlab, cho'ng qo'shiqda bir qo'shiq hasalga aralashtirib, 3-4 kun tindirgandan keyin burunning ichini maylash to'g'risidagi gapni anglab qoldim. Bu usulda davolanish jarayonida jinim sal orom tepib qoldi. Biroq to'liq saqayib ketolmadim. So'z navbat kelganda shuni aytish kerakki, Açıq örük meyğizini hasalga aralashtirib yasalgan dora yezidiki seyir seg'ish uchun kalaning yeniga borganda tush ko'rib, burnidan suv oqadigan ayollarga nihoyat shifoliq ekan. Agar burunni uda bir necha kun kuniga 3-4 qitim maylab bersa, bu kasaldan tamoman qutulib ketadi ekan. Bu amaliyotda sinoqdan o'tdi. Shug'unisi, bu dorining shaxsan menga ancha yordami tegmadi. Şu arada Amerikalik Varch D.C. Jarvisning Hasal va boshqa tabiiy yemekliklar degan kitobidan hasal ajratganda chiqadigan qalduq tripni seg'izdak chaynash orqali davolash usulini o'qib qoldim. Qerishqandek u qalduq tepilmay hasal harisining uvisi. U yillarda ichida hasili bor uvining 100 grami 1 so'm edi. Shunda hasal harisining uvisi qo'limga tushib qoldi. Uni sotquchilar bu shifoliq deb pichoqning uchida elib, qog'ozga elib berdi. Shundaqla tilimning uchiga qo'yib tursam, putib ketgan burnim ichilib, o'zimni boshqacha his qildim. Shuning bilan 2 bo'loq elib qaytdim. Jarvis ta'kidlagandek, kuniga bir necha qitim 15 minutdan chaynadim. Keyin tunishlar orqali hasal harisi boqquchilardan 2 rama aldım. Ishqilib
ilgiriki azoblarim xelili yeniklab qoldi. Bir yaxshining bir yomon tarafi bo'lmay qolmaydigan. Hari uvusini chaynaganda burnum ichilg'ini bilan oradan bir necha yil o'tib tishlarim bo'shab tushishga boshladi. Keyin hasal qaldiqining o'zidan ozroq topdim. Lekin endi uni chaynag'idek tishqini. Yana bir yeri, uni eg'izni ching yumib olib chaynash kerak ekan. Sababi shamol tegsa u teriqdek chechilib chaynag'ili bo'lmaydi ekan. Mayli tumut degib og'rang, mayli xironikilik renit bilan og'rang, burunni davolashda kir soponga yetadiğini yo'qmikin deyman. Undaq deyishimdagi sabab tushkirib, burun va ko'zlarimizdan suv yoki yosh eqib, aramimizni qo'ymaganda kir soponni ezib, ko'pikini chimchiliqingiz bilan elib, burningizning ichiga suring. Ba'zilar bir qitim suribla, "Voy, bu chaqliq ekan" deb tashlab o'tadi. Undaq chidamaslik qilsangiz, cho'qim og'riqni kuchaytirib olasiz. Achchiqiga chidab turib, kuniga 4-5 qitim suring. Ba'zilarga 1-2 kun, yana ba'zilarga 3-4 kun kifoya. Ko'rganni qilur deb, menmi faqat o'z tajribamda ko'rganimni misol tariqasida hikoya qildim. Yana bir aytib ketadiganim, buning boshqa organlarga hech qanday aks ta'siri yo'q. Uzun gapning qisqasi, men tartgan azobni boshqalar tartmasin. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.